Bismillahirrahmanirrahim. Hicretning 8-yili Saudiya Arabistonining shimol tarafida yashaydigan bir qavm bor. Qays qabilasi deydigan. Bu qabiladagilar o'zining qabila boshlig'i Ashaj ibn Qaysning yetakchiligida Payg'ambar alayhisolamni ziyorat qilgan Madinaga keldi. Endi bular vaqtda kollektiv shu qabila butun musulmon bo'lib bo'lgan vaqt. Endi ular o'zlari badiviy arablar bo'lg'achqa Madinaga kelgandan keyin Payg'ambar alayhisolamni izlab masjidda hamiz topgandan keyin Payg'ambar alayhisolamga etilib, ba'zisi quchoqlab, qo'llarini so'yib, putlarga beshini qo'yib degandek aytalik hayajon bilan Payg'ambar alayhisolam bilan ko'rishga boshlaydi. Ama shularning ichida Ashaj ibn Qays degan shu qabilaning boshlig'i nəhayət aldırmay tugisidan tushib, o'zining maxsus tayyorlab olgan ikki chiroyli yaktiki bor ekan. Shu yaktikini almashtirib, undan keyin atirlarni chechib o'ziga puroq narsalarni ishlatib, undan keyin Payg'ambar alayhisolam bilan ko'rishga bordi. Shu vaqtda Payg'ambar alayhisolam buni bunda bir gap bilan maqtaydi. Ey Ashaj, senda Allah ve Allah'ın Resulü yaxshi ko'radigan nəhayət güzel iki xislat var ekan. El-enat vel hilm degan. Yani iki xislat var ekan. Birisi enat. Enat deganning ma'nosi men buni lug'at ko'rib Uyg'urchaga shu sovuqqonlik deb tarjima qilsak bir qadar muvofiq bo'lgandek deb o'yladim. Endi el-hilm degan o'zining ochiqini besib olaydigan, o'zini tutib olaydigan degan ma'noda. Bugün bizim sözleydiğimiz del soğukkanlık doğruluk. Yani el-enat. Yani bunun ma'nosini berdiği vakitte nəhayət ciddi paytlarda, mühim işlerde aldıraqsallık kılmaslık, hissiyatın keyini girmeslik, keyfiyatın keyini girmeslik, gap sözümüzü kılıştın burun nəhayət dengseş. Her bir hareket, her bir iş hareketimizni demallık kelgen bir hissiyatının, bir tuygunun türkisi söylenemez. Belki oylanıp, men sözleydiğim bu sözünün tesiri qanday bo'lishi mumkin? Men qiladigan bu hareket qanday yomon yoki yaxshi ta'sir paydo qilishi mumkin deb uning oldi keyinni toza dangsab qilishni biz arabchada enat deb ataydi ekanmiz. Endi Payg'ambar alayhisolamning Abu Davud rivoyat qilgan yana bir hadisida mundaq deyilgan. Shu oxirat ishlaridan boshqa ishlarda shu so'g'uqqan bo'lish, yani o'zini tutib olish, aldiraqsallik qilmaslik nəhayət yaxshi deb shunday degan. Yani Tirmizi'nin yeni bir hadisi de bu şey el-enat, yani hazır men degen bu şey soğukkanlık, özünü tutuveriş degen hislet, bu şey barlık peygamberlerinin hisletlerinin içindeki bir mühim hislet ediyor dep şunda degen. Ama biz real turmuşta meyli qanday bahanını gösterili, meyli bizning hissiyatımızga nima ta'sir qilishini qat'iy nazar biz ba'zi vaqtda haqiqatan xudimizni yo'qitimiz, o'zimizni bilolmaymiz. Aqlning ma'lum bir prinsipning keyini girib emas, balki hissiyatımızning shu damallikda ichimizda portlagan, xuddi paxalning chug'iga o'xshash lappida o't olgan bir hissiyatning keyini girib, demaslikka tegishli gaplarni deb tashlaymiz. Qilmaslikka tegishli ishlarni qilib tashlaymiz. Shuning bilan deb bo'lgandan keyin, qilib tashlagandan keyin nihoyatda ig'ir pushaymon qilamiz. Alloh Qur'oni Karimda insonlarning sifatidan bir sifatni so'zlab, insonlar nihoyat aldiraqsan yaratilgan deydi. Ama bunu tilga olgan vaqtda Allah bu aldiraqsallikni insonning güzel xislati sifatida demez, belki onu ayıplab turib deydi. Mesela biz Qur'oni Karimda Yunus alayhisolamning qissasiga qaraydigan bo'lsak, Yunus alayhisolam o'z qavmiga haqni yetkazgandan keyin o'z qavmidagilar uningga aktiv bilan quloq solmag'achqa ulardan qaydab, xapulab, ularni tashlab ketdi. Shu vaqtda Allah bir ogohlantirish va sinoq bo'lsin uchun Cazaza yüzsüzün Yunus Aleyhisselam'ın bir balıkның karnında bir mahal turğuzudu. Yani Yunus Aleyhisselam'ın hissiyatının keyini girip ketkenligini, üzünü tutuvelip soğukkanlık bilen fikir kılmaganlıkını, karar çıkarmaganlıkını Allah ayıplaydı. Hem de biz üzümüzün reallıkı qaraydigan bolsak, mesela bugünkü günde biz kılgan işlerimizde o kadar aldıraqsan ki, biz bugün bir işine sebep kılsak, çokum ayeti neticesi elişimiz gerek. Mesela biz başka narsani misal almaylı. O'quvchilarga nisbatan azroq tirishib qo'ysa, darhol kelayotgan imtihonda uni chuqur yuqori elish kerak. Biz bir ishga ketib, obdaroq bir ma'lum bir tijorat mablag' solsak, chuqur bir oy yoki 2 oyda solgan mablag'imiz qaytib kelishi kerak yoki chuqur foydalanishimiz lozim. Ya'ni biz qilgan ishimizning natijasiga shu ishning qonuniyati
yar bergen çeklimidin artık aldırap ketimiz. Bu xuddi nimaga o'xshaydi desa, biz obdan bilamiz, navayli xuddi nonni to'nug'i yiqib etgandan keyin bu derhal pishmadi buni deb ochiqlab ketgan bir ahmoq odamga o'xshaymiz. Ammo u non cho'qim o'zining qonuniyatiga loyiq pishidi. Endi to'nug'ining havosi, depti, temperaturasi qatorliqlar muayyan bir chekka yetgan vaqtda u muqarrar pishidi. Ota-onalar farzandlar haqida aldiraydi. Biz bugun bir yaxshi nasihat qilib qo'ysak, aytsa bolamiz yaxshi bo'lib ketmadi. Biz bugun bir tarbiya qilsak, bu 2 kundan keyin o'ngishilib ketmadi deb aldirab qolamiz. Ammo ishlarning qonuniyati undaq emas. İşlerin kanuniyeti undaq emas. Endi oxirida biz cheklangan bir qancha aldiraqsallik haqida to'xtalib so'zimizni oxirlashtiramiz. Bu cheklangan aldiraqsalliklar deganimiz birisi namozga oid aldirab o'qish. Bu bo'libmi shu yoshlarda, kichiklarga oid ig'ir. Ruku qilgan vaqtda, sajda qilgan vaqtda xuddi bir kim qo'g'lagandek yoki maydonda gimnastik o'ynagandek o'qiymiz namozni. Ammo bu payg'ambar alayhisalom hech qanday qimmati yo'q deb sifatlagan namozlarning biri. Türü. İkincisi duada aldıraqsallık qilmasın. Biz köpünçimiz dua qilgandan keyin duoyimiz icabet bo'lmagandek o'ylab qolgan vaqtimizda hatta dua qilishdan mayuslanib qolamiz. Endi bu intayin xato. Duanın cevabı belki bu dunyoda icabet bo'lishi mumkin, belki payg'ambarimiz hadisda ko'rsatganiga o'xshash buni qoldirib qo'yib qiyomatda bizga icabet qilib berishi mumkin. Üçüncüsü biz en ko'p sodir qilgan xatoliklarning biri ma'lum bir odamga hukm qilgan vaqtda aldiraqsallik qilamiz. Masalan, bizga birisi ma'lum bir odamning bir gapini qilsa, masalan, palonini bunda bir ish bilan ko'ydim desak, biz darhol, u mundaqkanda deb uningga bir tamg'a uramiz, bir hukm pichimiz. Biz anglagan ma'lum bir xabarni dalillamay turibla. Hatto biz o shaxsning ish harakatida ko'rgan ma'lum bir ish orqali, masalan, birisining biz bolasini bir qatimsal qattiqroq vaqirg'ini ko'rgan bo'lsak, bu daim balası vaqiraydı deyişimiz mümkün. Ya ki birisinin gap qilgan vaqtda sal uzunroq, jiqroq gap qilganini ko'rsak, bu bek to'la gap qildiğini aytib ezilangu deyishimiz mumkin. Yani ma'lum bir odamga hukm qilishda biz o kadar aldıraymizki, ammo bizning bu hukmlarimiz ko'pincha vaqtda bizni oxirgi kelgan vaqtda yengilganligimizni, ya'ni xato qilganligimizni o'tirib qo'ydi. Masalan, biz bir odamning kichik bir gunohiga asosan ve bu fasiqkan deyishimiz mumkin. Ammo bu kishi belki şu günü Allah'a yığılab durup şu kişisi tövbe kılgan buluşu mümkün. Biz onun günahını görgen bilen ama tövbe kılganını görmedik. Biz onun yaman işini görgen bilen onu yuptaşlaydıgan ruhun yaxşı işlerini görmedik. Şunlaşqa biz bu dünyada saklanılan en çok hatalıklarının biri etrafımızdaki kişilerge hüküm kılgan vaktimizde herkes hüküm çıkarışqa aldırmazdık. En mühimi hüküm, en yaxşısı Allah çıkarsın. Ama biz bazı vakitte Allah'ın çıkardıqanlığa kudu işenmeydiğandek bu dünyada g'azini g'az, iqini aq qilib aytgimiz kelib qoldi. Ammo unda qo'nmaydi ishlar. To'rtinchisi eng muhimi, bu er ayollar orasidagi munosabatda eng cheklangan ammo eng ko'p sodir bo'lgan ishlarning birisi shu taloq masalasida nurg'un erlar intayin aldiraqsallik qildi. Qat'iy o'zini tutib olishni bilmaydi. Shuning bilan nurg'un qat'iy o'rniga kelmaydigan xatoliklarni sodir qilib bo'lgandan keyin mollam ishmi izlab berib yol çıkarsa qultığında dep taşlap dikenme, qıp taşlap dikenme deb puşayman qilishga başlaydı. Bana Peygamber Aleyhisselam çekligen en çoğun aldıraqsallık tipideki hatalıklardan biri şu. Şunlaşqa buladın çoğum saklaşımız lazım. Yeni biri, yani ahir yeni bir eskertip ötey. Hemen işlerin özünün kanuniyeti var. Ma'lum bir netice, muayyen bir yürüyüş sebepler zincirine bağlangan. Şu sebepler birden, ikiden, arka marka yüz bergenden keyin anandan o netice yüz berdi. Ama biz bu kanuniyetin halkıp durup, ma'lum bir işte ziyade neticini ve qo'lishib ketsek, yani tiz yüz bermedi deb aldiraqsallashib ketgan vaqtimizda nurg'un ishlarda xato qaror chiqaramiz. Mesela hozir biz pul topsak, cho'qim tiz tepishimiz lazım, ko'p tepishimiz lazım. Bu olsa pulimizni mushu bir oyda qaytarib olishimiz lazım yoki eng bo'lmaganda bir yilda qaytarib olishimiz lazım. Ammo u pul tepishning iqtisodning qonuniyatidan biz aldirgan bilan bo'lib qoldigan ish emas. Mana bu shunday aldiraqsalligimiz sababidan biz Uyg'urlar vatanda va chet elda nurg'un ziyonlarni tortdik. Hatto biz siyosiy faoliyatlarimizda biz bugun namoyish qildik, erta vatandagi zulm to'xtamadi. Biz bugun bir yig'in ochdik, erta bunda bir o'ngshilib ketmadi deb ham xiyol qilamiz. Unda bo'lmaydi. Uni qilmasak qat'iy bo'lmaydi. Ammo natijalar ana biz o'ylagandek
palak puluk yüz berishi natoyin. Natijaning aldırmay, asti yüz berganiga qarab turib biz sebeplerini qilishdan voz kechmaymiz. Biz sabrchanlik bilan sebeplerini qilaveramiz va natijani kutamiz. Aldiraqsanlik bizga natija akamayli qolmasdan eng chataq yeri bizni putlashtiradi. Qaror chiqqan vaqtda bizning aqlimizni, beshimizni ep tashlaydi. Shu so'g'oqqonlik degan shu, anat degan shu. Allah bizni bu ciddi, qiyin paytlarda, hayajonli paytlarda, hissiyotimiz urg'ib tashqan paytlarda o'zimizni tutib oladigan, aql bilan, so'g'oqqonlik bilan, prinsip bilan harakat qiladigan mo'minlardan bo'lishni nasib qilsin.